Olmaliq kon-metallurgiya kombinatining eng yirik investitsiyaviy loyihalaridan biri bo'lgan 3-mis boyish fabrikasining barpo etilishi nafaqat korxonaning ishlab chiqarish quvvatini oshirishga, balki minglab yangi ish o'rinlari yaratilishiga ham xizmat qilmoqda. Mazkur majmua to'liq quvvat bilan ishga tushgach, 4000 nafar fuqaroning bandligi ta'minlanadi. Hozirgi kunda bu yerda 1700 dan ziyod xodimlar mehnat qilishmoqda. Kuni kecha fabrikadagi mavjud vakant kasblar uchun nomzodlarni saralash jarayonlari bo'lib o'tdi. Kombinat rahbariyati hamda inson resurslari departamenti mutaxassislari tomonidan tashkil etilgan sinov imtihonlarida ta'mirlovchi chilangar, elektrogazopayvandchi, kran va tegirmon mashinistlari, nazorat o'lchov asboblari va avtomatika chilangari, video kuzatuv tizimlari sozlovchisi, g'alvirlovchi kabi 18 ta yo'nalish bo'yicha o'z hujjatlarini topshirgan talabgorlar ishtirok etishdi. Saralash jarayoni mutlaqo shaffof va adolatli tarzda nazariy, savol-javob ko'rinishida bo'lib o'tdi. Imtihon davomida nomzodlarning bilim va ko'nikmalari, texnik tushunchalari hamda mehnat xavfsizligi qoidalaridan qay darajada xabardorligi soha ekspertlari tomonidan baholab borildi. Ta'kidlash kerakki, kombinatda amalga oshirilayotgan bu kabi yirik investitsiyaviy loyihalar aholi turmush darajasini yaxshilab, minglab yurtdoshlarimizni daromad manbaiga ega bo'lishlariga xizmat qilmoqda. O'rnatilgan elektr uskunalarga qo'yiladigan talab. Ma'lumot uchun kombinatga ishga kirish istagida bo'lganlar OKMK rasmiy saytining ochiq ma'lumotlari bo'limidan bo'sh ish o'rinlari sahifasini tanlashi va u yerda o'zlari istagan vakant kasbga onlayn tarzda rezyume to'ldirishlari kerak bo'ladi. Bo'sh ish o'rinlari haqidagi e'lon esa korxonaning veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi platformalar orqali berib boriladi.